Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 8 ming olamni yaratgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salomlar va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo yo'limizni yo'qotib qo'yishdan o'zi asrasin. Alloh taolo kasbimizga, umrimizga, rizqimizga Alloh baraka bersin. İnsonlarga, yetim, yesirlarga, beva, bechoralarga bir yaxshilik qiladigan, bir yaxshi insonlardan qilib yetkazsin. Doim yaxshilik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Elimiz tufoq bo'lsin. Yurtboshimizning boshlari omon bo'lsin. Doim yaxshi kunlar bo'lsin elimizda. Alloh taolo halolidan bersin. Harom yo'ldan o'zi adashtirsin. Bilib bilmay bandalik qilib bir gunoh ish qilib qo'ysak, Alloh taoloning o'zi jazo bilan shu yo'llardan qaytarsin. Ilohim farzandlarimiz o'ssin, ulg'aysin, yaxshi kasblarning egasi bo'lsin. Elga, xalqqa xizmat tegadigan bir yaxshi farzandlar, qori va qoriya qizlar bo'lsin. Ilohim doim yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlar deb mana shu musofir yurtlarda har banda ro'zg'orim deb, bola chaqam deb, ota-onam deb keladi. Har bandani omadini bersin Alloh taolo. Bir xil erkaklar bor, bir xil erkaklar. Hozir oyog'i bilan yurmayapti, tili bilan yuryapti. Ana shundoq uchun ular erkak emas ular. Ular ayol. Ayoldan ham battar, bir xil ayollar mard. Ular ayollarni izidan kun ko'rib yurgan erkaklar ular. Ana shundoq uchunlarga Alloh taolo insof bersin. Allohim o'zing to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Halol luqmaydan ayirmagin. Faqat halol luqmaydan bergin. Doim sog'lik, tinchlik bo'lsin. Vala havla vala quvvata illa billah. Alloh taoloning o'zi qudratli zot. Doim o'zi qo'llasin musofirda. Hammani omadini bersin. La ilaha illalloh, Allohu akbar va la havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo doim omadimizni bersin. Mana shu Hazrat Davud texnikani pirini orqasidan ro'zg'or boqibdik, kun ko'ribdik. Allohim faqat mana shunday halolidan bergan. Haromdan yiroqlashtirgan. Doim yaxshi kunlar bo'lsin, topganimizga o'y qilaylik, to'ylar qilaylik, yaxshi kunlar qilaylik, elimizni chaqiraylik. Qo'ldan kelguncha mana shunday yetim, yesir, beva, bechoralarga ehson qilaylik. Elni duosi, xalqning duosi, ota-onaning duosi bilan o'sdik. Mana shu kunlarga yetdik. Alloh taolo Allohga ming qatla shukr, alhamdulillah robbil alamin. 41 yoshimda Alloh taolo uyiga chaqirdi. 42 yoshimda Alloh taolo uyiga chaqirdi 2 marta. Allohga hamdlar aytaman, kecha-yu kunduz. Salovatlar aytaman. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Topganlaringizga doim